Ta'rifingiz beqiyosiz, baxtim yo'li to'shalgan kun. Ota-onam yonimda siz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz. Go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz. Go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Boshim qo'yay poyingizga, jonim qo'shay joningizga. Duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Boshim qo'yay poyingizga, jonim to'shay joningizga. Duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab. Kuy kuyladim sizga atab, orzularim ushalgan kun. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab. Kuy kuyladim sizga atab, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Hay hay ulan canım, ulan kim ya yara ulan kim ulan aytgan shu uyga ya kelin kim ya yara kelin kim ulan aytgan shu uyga ya kelin keldi ya yara kelin keldi.
yaxshi yomon ko'zlardan Alloh asrasin.
Qizlik libosida to'lin oydek to'lgini ota-onang bir kun senga oq fotiha tilaydi. O'zga uyga kelin emas farzand bo'lib ketgini. Baxtli bo'ling. Kuyovlarimizni davramizga taklif qilamiz. Azizlar, bugun Xudo xolasa mana shu davramizda 2 yoshni misoli hamda muhabbat oqshomlari munosabati bilan diydor ko'rishib turgan ekanmiz. Kelin-kuyovlarimizga barcha yaqinlarimiz nomidan tuganmas baxt va saodat tilab qolamiz. Kuyov bola baxtli, saodatli bo'ling. Eng yomon kuningizda mana shunday quvonchli onlarga, quvonchli damlariga boy bo'lishini tilakdoshimiz. Endi kelin-kuyovlarimiz bemalol davramizga joylashib olaverasizlar. Bugungi kechamizni tantanali ikkinchi qismini bir chiroyli chiqishlar, go'zal tabriklar guldastasi bilan boshlab olar ekanmiz. Hozir davramizning markaziga mana shu fayzli xonadonimizdan duogo'y vakillaridan, xonadonimizdan fayz va barokati bo'lgan kattalarimiz Qodirali otamiz, Nurxon hoji onamizni mamnuniyat bilan davramizning markaziga taklif qilsak-da, albatta bir chiroyli go'zal duolari bilan bugungi kechamizning navbatdagi tantanali ikkinchi qismini boshlayversalar. Albatta kattalarimizga, duogo'ylarimizga yana bir karra to'ylar, yaxshi kunlar qutlug' bo'lishini tilagan holda davramizga chorlab qolamiz. Aka keling, masala qo'yaymi? Bismillahirrahmanirrahim. Allohimdan baxt tilayman, Allohimdan umr tilayman, Allohimdan sizlarga bola chaqalar tilayman, qiz o'g'illar tilayman. Allohim shu bolalarimni baxtlarini bergin, taxtlarini bergin, umrlarini bergin, rizqlarini bergin. Bolalarim baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, umrli bo'lsin. O'g'illar ko'rsin, qizlar ko'rsin, farzandlari sog' bo'lsin, mushkullari oson bo'lsin, qo'shganlari bilan qo'sha qilsin. Allohim baxt tilayman. Xudoyo mashhurxon qizimdan mashhurxon qizim ham Xudoyo sizlarga baxt tilaydi, taxt tilaydi, umr tilaydi. Doim baxtli, taxtli bo'lishib, Allohdan o'g'illar tilab, qizlar tilab, shu xonadonda baxtli bo'lish Allohdan nasib. Rahmat bo'linglar. Qo'shganlaring bilan qo'shaqaringlar, baxtli, saodatli bo'linglar. Uyga o'sganlar qatorida bo'lib, mahallani eng chiroyli kelini bo'lish Allohdan nasib qilsin. Sizni arkangizdan hamma ko'rib, voy mana Nurxondek nevara kelin ekan. Shu Nurxonni nevara kelini mencha chiroyli ekan, mencha havasli ekan deb arkangizdan hamma havas qilsin. Qizalog'im, baxtli bo'ling, taxtli bo'ling, umrli bo'ling, rizqli bo'ling. Shu xonadonda baxtli ochilsin. Baxtli bo'ling bolajonim. Albatta sizlarga ham to'ylar qutlug' bo'lsin. Endi xursandchilik yo'llarimiz davom etadi. Davom etamiz. Marhamat. Onam bola
sevgilardan naf yo'qdir oxir. So'ngida zor yig'lari bechora yurak dunyo. Barcha mehmonlarimizga xush kayfiyatlik hamda maroqli hordiq tilagan holda bugungi fayzli davramizni davom ettirgan bo'lar ekanmiz. Yaldagi so'z navbatini ko'p bolamizning yana bir yaqin qadrli insonlaridan mana shu davramizda Munojatxon opamiz bor ekan. Alohida hurmat e'tibor bilan davramizga chorlab qolar ekanmiz. Ularga hamroh sifatida Yahyobek akamiz bor ekan. Bir chiroyli tilaklarini mana shu kechamizning asosiy qahramonlari bo'lmish kelin-kuyovlarimizga, mana shu aziz mehmonlarimizga yo'llagan holda bugungi fayzli davramizni davom ettirib bergan bo'larganlar. Marhamat, davramizning markaziga albatta Munojatxon opamiz, Yahyobek akalarimizni taklif qilamiz. Ularga ham to'y tomoshalar, mana shunday quvonchli damlar muborakbod bo'lsin. Marhamat. Mana shu davramizga yig'ilgan barcha mezbonlarimiz, mehmonlarimiz, bugungi kechamizning asosiy qahramonlari, kelin-kuyovlarimizni mana shunday quvonchli onlar, baxt va saodat tilab qolamiz. Marhamat, xonadonimiz vakillariga ham to'ylar, mana shunday quvonchli damlar muborakbod bo'lsin deymiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hammalaring bizning xonadonimizga xush kelibsizlar. Avvalambor dadajonim, onajonim baxtimizga sog' bo'lsin. Bu 2 yoshim doim baxtli, saodatli bo'lsin. O'zidan unib o'sib, chetda tinchib, o'zidan pali yosin. Hammalaringga rahmat. Xush kelibsizlar mehmonlar. Baxtli bo'linglar. Qizimiz mahallani oldi qizi bo'lsin. Hurmatga sazovor bo'lsin. O'zlaridan ko'payib farzandlar, o'g'il qizli bo'lsin. El yurtga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsin. Hammalaring xush kelibsizlar. Opamning gapiga qo'shilgan holatda baxtliman. Albatta sizlarga ham to'ylar qutlug' bo'lsin. Bir chiroyli go'zal bo'lsin. Albatta izlar xonadonimizning vakillarini davramizdagi qizg'in ishtirokchiday go'zal onlarni nishonlashlik vaqti xonadonimizga doimo nasib va ro'za aylashini tilakdoshimiz. Yana bir kara barcha mehmonlarimizga xush kayfiyatlik, maroqli hordiq tilaymiz. O'ylaymizki bugungi kechamizni yuqori qiziqishda kuzatib borayapsizlar. Barchalaringizga alohida minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Davramizni davom ettirganimiz albatta izlar galdagi so'z navbatini mana shu yerda kuyov bolamizning akalari nomidan Vohidjon akamiz bor ekan. Qolaversa ularga hamroh sifatida
Mahliyoxon opamizni davramizning markaziga chorlab qolar ekanmiz. O'ylaymizki, ular ham mana shu fayzli oqshomimizda bugungi kechamizning asosiy qahramonlari kelin-kuyovlarimizga bir chiroyli tabriklarini, yaxshi niyatlarini bildirib qo'yadilar. Albatta, xonadonimiz vakillari davramizga chorlab qo'yasizlar. Bir chiroyli tilaklar, yaxshi niyatlarni bildirish uchun marhamat. Davramizda albatta kuyov-kuyovlarimiz nomidan tayinlangan rais do'stimizni davramizga taklif qilsak-da, chiroyli tabriklar bilan mana shu kechamizni birgalikda Xudo xolasa davom ettiramiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xonimlar, janoblar. Bugungi visol oqshomimizga yig'ilgan aziz mehmonlar, kelganlaringiz uchun alohida tashakkur. Bugungi visol oqshomimizda Azimjon va kelinimizga qurayotgan oilalarda mustahkam iroda tilab qolamiz va ulkan baxt nasib bo'lsa o'g'illarida, qizlarining to'ylarida birgalikda xizmat qilish hammamizga nasib ro'za aylasin. Kelganlaringiz uchun alohida tashakkur. Zo'r to'g'ri ishlamaysan, uxlamaysiz. Salomat bo'lsinlar. Ancha tayyorgarlik ko'ribsiz. Ishlaganman, ko'rganman. Qani kelincha sinimiz ham dugonalaridan. Xo'p, kelinimizni dugonalari tomonidan tayinlangan raisa qizimiz bormilar? Bo'lsalar bemalol darvozamizga tashrif buyurib, tabriklarimizni yetkazib qo'yamiz, Xudo xolasa. Yo'q ekan shekilli. Sizga sherik qilib kimni chaqiramiz? Xo'p, menga sherik qilib, men ozgina davronni qizdirib beray, keyin o'rtoqlarim chiqib davron davom ettirishadi. Agar ruxsat bersangiz. Bo'ldi. Bir o'zingiz ekanda bo'lmasa, xo'p bo'ladi. Chiroyli bo'lish. Marhamat, san'atkorlar. Mening do'stim, mening do'stim, qo'rqma do'stim, dunyoga ketadi. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tadi. Ara yurgan do'stlar niyatiga yetar. Mening do'stim, do'stim, g'amli kunlarimda quvonch bo'lgan o'zing, ilohi baxtli bo'lasan jon do'stim. Azimjon do'stim, vaqtingiz bundan ham bardavom bo'lsin. Ilohim general darajasiga yetish nasib qilsin sizga. Ota-onangiz, inoq-boqiz har doim duoyingizda bo'lib, yoningizda yelkadosh bo'lib tursin. Rahmat. Kuyov bola baxt tilayman, baxtli bo'ling.
Davom ettiramiz. Yana kuyov jo'ramizning sindoshlarga navbat. Navbatni Nurmuhammadjon va Otabeklarga beramiz. Marhamat. Do'st bilan obod uying gar bo'lsa gar koshona ham do'stsizdir. Vayroning gar bo'lsa ham ha, kesib tashlaysiz shu joyni. O'rta vaqtda deyman, baxtli bo'lgin. Azimjon, ey Azimjon, baxtli bo'lgin o'qqa. Xullas. Bu to'ylar bo'lsin, chiroyli qo'shiqlarimiz. Mana shu davramizning to'g'riga kelib olamiz. Barcha yaqinlarning guvohligida. Marhamat. Salomat bo'linglar. Hoji onalarimiz o'qilari sog' bo'lsin. Shu 2 yosh baxtli bo'lsin, o'g'illi qizli bo'lsin, o'zidan ko'paysin. Bularning baxtiga ota-onalari ham sog' bo'lsin. Doim mahallaga rahmatlar olib bersin. Ilohim chiroyli kelin bo'lib mahallani oldi kelin bo'lsin. Kelajakda yana yiliga xudo xolasa aka to'ylarga keling. Amin. Allohu akbar, baxtli bo'lsin doim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Parvardigor xonadonimizga xush kelibsiz qizim. Tan jonlaring sog' bo'lsin, mushkullaring oson bo'lsin. Umrlaringga, rizqlaringga Alloh baraka ato qilsin. Qizg'onlar ko'ringlar, baxtli bo'linglar, taxtli bo'linglar, umrli bo'linglar, rizqli bo'linglar. Mahallani eng suygan qizi bo'lsin Allohim. Arkazdan voye Mo'nurxonni qizi buncha chiroyli ekan, buncha shirin ekan desin. Allohim o'g'illar ko'ring, qizlar ko'ring. Azamjon o'g'lim bilan baxtli bo'ling, taxtli bo'ling, umrli bo'ling. Bizi baxtimizga Allohim opaqizam sog' salomat bo'lsin. Xudoya tanjoyi sog' bo'lsin. Bizni boshqarib yurib bizi chiroyli qilib eri haqqa qo'shib yurgan shu opaqlaringiz. Allohim opaqingizni ham tan jonini sog' qilsin. Allohim hamisha xursandchilikda yuraylik. Tan jonlaring sog' bo'lsin. Alloh hammamizni qudalarni ham, bizni ham Xudoya baxtli qilsin, taxtli qilsin. Qudalar bilan doim baxtli yurib, mana qizoyim bilan o'g'iljonim, Azamjonim, Xudoya baxtli bo'lgin, taxtli bo'lgin. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Boshlayotgan ishlaring xayrli, nimali bo'lsin. Allohim doim duo qilaman. Yo'llaringni bexatar qilsin. Allohim Allohdan 2 yoshga baxt tiladim. Allohdan 2 yoshga taxt tiladim. Allohim baxtli bo'linglar, taxtli bo'linglar. Uzoq umrlar ko'ringlar. Shu xonadonda chiroyli qiz bo'lib o'tishlaydi. Alloh 2 yoshga baxt bo'lsin, taxt bo'lsin, umr bo'lsin, rizq bo'lsin. Allohim. Onalarimizga qarsaklar bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, o'zidan o'ni bo'lsin, shitda. Onamizni, otajonimizni hurmatini qo'yishini so'raymiz. Doim baxtli bo'linglar. Nargiza qo'shdi. Yoshga baxtliman. Shitda aziz bo'ling. Baxtli Farishtalar o'xshar meni onamga, farishtalar o'xshar meni onamga. Shu sababdan farishtasiz deya olmayman. Farishtalar o'xshar meni onamga, farishtalar o'xshar meni onamga. Farishtalar o'xshar meni onamga. Shu sababdan farishtasiz deya olmayman. Farishtalar o'xshar meni onamga. Kerak emas oltin o'sar onamga, kerak emas qanot o'par onamga. Shu sababdan
Farishtasiz deyolmayman. Farishtalar o'xshar meni onamga. Kerak emas oltin zar onamga. Kerak emas qanotu bar onamga. Shu sababdan farishtasiz deyolmayman. Farishtalar o'xshar meni onamga. Farishtalar o'xshar meni onamga. Farishtalar o'xshar meni onamga. Shu sababdan farishtasiz deyolmayman. Farishtalar o'xshar meni onamga. Farishtalar o'xshar meni onamga. Farishtalar o'xshar meni onamga. Shu sababdan farishtasiz deyolmayman. Farishtalar o'xshar meni onamga. Yüreğimnin dağıya aşık oldum bir karar. Güzeller şebabıya güzel kulak sana. Yüreğimnin dağıya akudana. Ay ay selam ay selam. Bana bıraksın hala. Bilasine yerge düş. Yalnız olmam. Ay ay selam ay selam. Bana bıraksın hala. Bilasine yerge düş. Yalnız olmam. Xo'p, davom ettiramiz, hurmatli mehmonlar. Hozir hamma sinfdoshlarimizni davraga taklif qilamiz. 3-4 ta musiqadan so'ng kuyov jo'ramiz bilan o'yna kuyov. Agar iloji bo'lsa bir iltimos. San mening dilbarim bariga. Şapıya, sağlıya, aklımda bir gün günah.
Yor sada. To'ylar muborak. Yak, du, secho. Qarsa choptiramiz, qarsa. Bilim intizor, nada xabar. O'rtamizda sevgimiz bor. Izdan seni topsam. Kuyovnagan do'stlarimiz ham kuyov stolda. Kuyov bolani ham, bularni ham tavari pullarini mashijonga olmasa, uylandim deb unutib yubormang jo'ralarni. Tavashlar. Holini so'rang yangi kuyov to'ralarni. Bo'ldi yetar tepavermay hadib paqir ko'ralarni. Mana qafasga ham tushib oldingiz qullug'i bo'lsin kuyov. Oshnalarni oshi bo'lar harshanbada. Tuxum shashni yeb turing siz chorshanbada. Kelmasangiz xafa bo'lmaymiz payshanbada. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. 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 Qorong'i ham tushavermay imirlaydi. Kuyov bola yuraklari jimirlaydi. Jo'ralar ham ketavermay imirlaydi. Azimjon ukam do'stlar yuraklari jimirlaydi. Bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Iloyo qulluq bo'lsin, mana shu chiroyli kunlar Azimjon baxtli bo'ling. Yor chalamizmi yoki o'pishmi? Kelinga ruxsat berib yuboring.
Dağlıyım anımı doğru yara. Yıkamasın bulmasın yara. Yağcılık gittim yara. Kaynatısın yok be.
qolmagin dedim men ketaman gulg'uncha qarab qolmagin dedim men murodga yetguncha qarab qolmagin dedim sen chiroyli qiz eding sen chiroyli kularding salqinroq bo'lsayding o'zimni kim bo'larding Sağ olun. Acha rahmat katta. Rahmat. Sağ bo'ling.